agar sizni boshingiz soatlar yoki bir necha kun davomida aylanayotgan bo'lsa, ushbu video aynan siz uchun. Men Ahromjon Odilov, nevrolog va otonevrolog. Bugungi videomizda aynan shu kasallik haqida gapiramiz. Bosh aylash videolar sonini navbatdagi qismda biz vestibulyar nevronik kasalligi haqida gaplashib o'tamiz. Avvalo vestibulyar nevronik haqida gaplashishdan oldin biz vestibulyar tizimimiz haqida gaplashishimiz kerak. Bizning ichki qulog'imizda vestibulyar apparatimiz joylashgan bo'ladi. Bu tizim aktiv gradiyentdan keladi. Uni yallig'lanishi, ya'ni infeksiya, virus orqali yallig'lanishga ba'zan uchrab qolishi mumkin. Aynan shu holatda biz shu aytgan vestibulyar nevronik kasalligimiz yuzaga chiqadi. Bu nerv tor kanalayotganligi sababli shishga uchraydi va bizga belgilar bera boshlaydi. Vestibulyar nevronik simptomlarga quyidagilar keladi. Bemorda o'ta kuchli bosh aylanishi bir necha soatdan bir necha hatto sutkagacha davom etadi. Ko'ngil aynishi, behuzur bo'lishi, qayt qilishlik kabi bundan tashqari muvozanatning buzilishi, yurishda qiynalishlik yoki qaysi tarafingiz zararlangan bo'lsa, o'sha tarafga olib ketish kabi belgilar namoyon bo'ladi. Vestibulyar nevronikning boshqa periferik bosh aylash kasalliklaridan farqi uni soatlab bosh aylanishida, davom etishida va ko'ngilni behuzur qilishida vegetativ simptomatik bilan kelishi namoyon bo'ladi. DPP kasalligida esa bosh aylash o'ta kuchli bo'lmaydi. Minutlar, soniyalarda davom etadi va u harakatning o'zgarishiga bog'liq bo'ladi. Vestibulyar nevronik tursa ham, yotsa ham, qimirlasa ham, qimirlamasa ham bosh aylash yuzaga keladi. Vestibulyar nevronikka qanday diagnostika qo'yiladi? Vestibulyar nevronikka avvalo nevrolog yoki otonevrolog tarafidan diagnostika qo'yiladi. Bemor anamnezi so'rab surishtiriladi va kerak bo'lsa videoinstomografiya yoki hammaga testi amalga oshiriladi. Bu amaliyotlar haqida kanalimizda bir necha videolar tayyorlaganman, ko'rishingiz mumkin. Vestibulyar nevronikni davolashga kelsak, vestibulyar nevronik davolash asosan o'tgan davrda ko'ngil aynishi, qayt qilish bosh aylanishini supressiya qilishga qaratilgan bo'ladi. Ba'zan mutaxassislar gormonal terapiya qo'llashni ham tavsiya etadilar. Birinchi liniya qatoriga bizga dimengidrinat yoki navbatgo allet kabi dori vositalari keladi. Bundan tashqari biz betadistin dori vositasini ham qo'llashimiz mumkin. Vestibulyar nevronikning simptomlari bir hafta 10 kundan sekin pasaya boshlaydi. O'tkir davrdan o'tgandan so'ng bemorga vestibulyar reabilitatsiya, ya'ni vestibulyar mashg'ulot qilish tavsiya etiladi. Vestibulyar mashg'ulot haqida ham alohida video tayyorlaganman. Kanalimni o'tib ko'rishingiz mumkin. Agar sizda ham yoki biror yaqiningizda shu kabi holat yuzaga kelgan bo'lsa, ushbu videoni unga ulashib qo'ying. Kanalimizga rivoj uchun like bosing, komment yozing va albatta obuna bo'lishni